odamga hasad qilsangiz, uning ishi yurishadi. Chunki siz unga energiyangizni berasizda, uni kuzatasiz, u haqida o'ylaysiz, u haqida fikrlaysiz. Sizdan butun o'sha odamga energiya borib turadi va u odam kuchayadi, uni ishlari rivojlanadi. Shuning uchun kimni ko'p gapirib hasad qilishsa, o'sha odam bo'lib ketaveradi. Kuchayadi, rivojlanadi, o'sadi, boyiydi, yosharadi, go'zal bo'ladi. Ammo hasad qilganlar esa o'z hasadlarining olovida kuyishadi, qorayishadi, qovjirashadi, kichkinalashishadi. Ya'ni o'zini energiyasini berib yuborgandan keyin o'zida nima qoladi? Hech narsa. Endi havas qilganimizda-chi? Havas qilganimizda biz o'sha odamlarning yaxshi sifatlarini so'raymiz Allohdan. Demakki, havas qilsak, ulardagi o'sar ekanmiz. Ulardan oldinroq o'samiz. Ulardan kuchliroq bo'lib o'samiz.